Yangiobod tumanida viloyat prokuraturasi va viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan yig'ilish o'tkazildi. Tumandagi fermer xo'jaliklari va qishloq xo'jaligi korxonalari, mahalla raislari, aloqador tashkilotlar rahbarlari ishtirokidagi yig'ilishda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, zarur agrotexnik tadbirlarning o'z vaqtida bajarilishi, hosildorlikni oshirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar tahlil qilindi. Tanqidiy ruhda o'tgan yig'ilishda yerlarni o'z boshimchalik bilan egallab olish, noqonuniy qurilishlarni bartaraf etish, bu borada mutasaddilar mas'uliyatini oshirish lozimligi qayd etildi. Yig'ilishda davlatimiz rahbarining joriy yil 3-yanvardagi 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosi yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar ham muhokama qilindi. Shu ma'noda tasdiqlangan yo'l xaritasining har bir bandi bo'yicha mas'ullar bilan muloqot qilinib, mavjud kamchiliklar ko'rsatib o'tildi. Xususan, xavfsiz yo'lak yaratish, obyektlar hamda aholi xonadonlarini qo'riqlovga olish, tashvish va domofonlar o'rnatilishi kabi vazifalarni bajarishda sustkashlikka yo'l qo'yayotgan mutasaddilar faoliyati tanqid qilindi. Shu bilan birga mahallalarni jinoyatdan xoli hududga aylantirish, bu borada mahalla yettiligi hamkorligini yanada mustahkamlash lozimligi qayd etildi.